Aziko dostur, Aziko, hey Aziko, qanaqa yotibsan? İyi, qayerdaman? Yo'q. İbi, qayerdaman? Baraka tushma. Sani orqangda ber urdi. Sana sabab ketdi seni bu yerga. Stop, sen qo'shnim Nasriddin. Nasriddin, isming kimdi? Ahamiyati yo'q. Nasriddin, xullas, butan chiqishimiz kerak. Qanday chiqabsan? Stop. Xullas, qara, menda kallasi ishlamabdi. Mening invertorimdagi narsa olmabdi. Xo'sh, foto kirgir bor, seriyozda. Rahmat, brat. Bularni buzib bilaman. Yo'q, buni buzib olmaydi, lekin eshikni buzishi iloji bor. Qani, eshik ularni buzib bo'lmaydi-ya. Bot qo'shib ketdi. Xolos, bot qo'shib ketdi. Ana uni bosib bo'lmaydimi ish qilib? Qo'lim yetmayapti. Hay, o'tib olmayapman. Opa! Ha. Topdimi ilojini? Voy, esasiku. Meni qilgan ishlari ham o'xshamadi. Da, jitil. Qayerdasan? Yur ketdik, jitil. Ana, o'zing borib mendan qachsan. Xo'p, sen o'tiraverasanmi? Da. O'tiraveraman. Xo'p, hozir. Opa. Yeslicha qutqaraman. Xo'p. Opa, endi qaytib qo'yaveramiz. Qayerdan chiqilardi mana bu yerdan? Qorong'i ham tushib olibdi-yu. Shu yaribdi-yu. Tushibdi-yu. Qorong'i. Opa. Chiqish kerak. Mana bularni o'tvoramiz. Yumerdiyonga boramiz. Davr bolalar. Tushungan narsalar bo'lyapti. Yerni o'ldiramiz. Ketdi. Chiqarib yashil odamlarni oyog'im necha. Hamon sekin yurish kerak. Bitta yemayapti. Qo'lda. Merdiyonga boramiz va merdi mazasini qochiramiz. Bilaman uxlayotgan. Sekinroq urishimlar kerak. Ota yetib bor, asta kerak. Asta. Yo'qmi? Ko'rmadi. Nechta o'tib ketish kerak. Ko'rmadi. Bitta odam uxlayapti. Ha. Men vaqting keldi. Bolakay. Sen hali stop. Qanday qilsa bo'ladi? Eshikni ochsak, hozir sezib qoladi. Derazamiz bo'lsa, yo'q, ana butdan buloqqa sindirib olish kerak. Opa. Qatnashtirman buni. Merjon! O'tto! Sen botdan o'qiyapsan. Xudoy chiqdi. Mer? Yo'q. Men игрокman, men playerman. Men siz o'xshagan NPC emasman. Hamma narsani bilaman. O'ldim bu edi. Da, конечно, Mer. Vaqting tugadi. Sen ham qarib qolding. Mer. Yo'q. Aziko, iltimos qilma. Senga pul beraman. Sunduq. Puling kerak emas menga. Qanaqa qilishim? Mana ekan. Puling kerak emas. Mana bu lashlushlaringni ol. Shular bilan qabrga kirib ketaverasan.
Yo, iltimos beni suyakta o'qima. Hozir 9. Qanaqa 9? Ay. Bo'ldi. Ay. Eylama o'ldingki baribir. Endi hamma tugadinglar. To'qqiz bir. Qanasan jiddiy. Qaysin. Xullas bo'ldilar. Mana jiddiy ham o'ldirdim. Agar zapis qilinmabdi uzr. U 911 ga telefon qilmoqchi bo'ldi va men uni o'ldirdim. Uzr. Chunki u ham Merning ukasi edi. Merning ukasini ham bilasiz. Agar u yana meni bo'lsa, meni ham yaqinitadi. Shuning uchun raqibdan olamiz. Tunatdi-yu. Jitilni ham qutqarib kelaylik. Ketdi. Jitil. Hozir boryapman. Jitil. Qanday? Endi vaziyatimiz juda yaxshilandi, chunki endi oramizda mer yo'q. Va buni qanday qilishim nima desam ekan? Las ketdi. Jitilni qutqaramiz. Va ketdi. Opa mana kelib qoldik. Biroz tosh olaylik, chunki kerak bo'ladi. Chiqishimizdan keyin Jitil. Qanday tepada bu? Seriously? Ketdi, Jitilni qutqaramiz. Ular Jitil. Seni qutqarib. Rahmat o'zingga, katta rahmat. Qutqarganing uchun. Agar sen yo'q bo'lsang, men o'lib ketardim. Arzimaydi Jitil. Men nima bo'ldi? Qabrga kirib o'ldim. Stop, seriously? Da. Endi ketdi. Oyim sinmadi. Bo'ldi, xullas, haqiqiy narsa bo'ldi va mer qutqarildi. Sizlar kanalga mer debman. Yana bu qo'shnim qutqarildi va sizlardan obuna bo'lishlaringizni so'rab qolardim. Va barchaga xayr ko'rishguncha do'stlar, sizlar bilan Minecraft bo'ldi va videomiz tugadi. Bolalar qaranglar. Komment izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Men keyingi safar mer bo'laymi yoki do'stimni mer qilaymi? O'shani izohlarda yozib qoldiringlar. Ikizlar, paka.